Amerikaga kelaman deb yurgan akalarimizni diqqatiga. Akalar, O'zbekistonlik ko'p akalarimizni ko'rmanda onlayni emmagur juda ham ko'pini Amerikaga qonuniy yo'l bilan jo'natgan bir yurist aka bilan bugun gaplashdim. Shu aka aytayapti, uje mashinlar ishni boshladi. Ya'ni futbol hamda FIFA bahonasi bilan odamlarga biletlar sotib Amerikaga suring deb soddalardan foydalanyapti deyapti. Unaqa futbol biletlar bilan borib posostvaga men futbol ko'rganni boyaman desanglar, sizlarga posostva обязательно pashol naxuy deydi. Konsaltingda hech qaysi biriga ishonmanglar akalar. Hech qaysi biri sizlarni futbol orqali jo'nata olmaydi. Mingtalab klientlari keladi, shulardan 20 tasi o'tib ketsa ham, mana bizni klientlarimiz o'tib ketyapti. Bizga ishonchinglar bo'ladi deb sizlarga ko'rsatadi. Mingtadan 20 ta tak viza oladi. Xohlasanglar meni yomon ko'ringlar, xohlaganinglardek munosabat qilinglar. Shunchaki sizlar uchun jon kuydirganimga gapiryapman akalar. Chunki o'zim O'zbekistonda yurganman, 1 million so'm qadrini ham juda yaxshi tushunaman. O'zim ham yaqinda bitta tanishimga harakat qildim, bitta zo'r viza nomi aytmayman sizlarga. Paloncha million pulini oldi, hech qanaqa ish qilgan yo'q. Borib o'sha odam posostda yiqilib ketdi, bo'ldi. Biz bilmaymiz, biz sizga ogohlantirganmiz deb bahona qilib qo'yishadi. Mingta borasizlar, biz ogohlantirganmiz deb o'tiraverasiz. Oriylardan 15 tasi o'tib ketsa, mana biz zo'r natijalarga erishamiz. Talpani ichidan bir donasi o'tib ketsa ham maqtanishadi akalar, lekin hammani bitta shablon orqali kirgizadi, milliontadan o'tib ketadi 5-10 tasi, ashular bilan maqtanishadi. Xullas akalar, yaqinda o'sha men gaplashgan yurist bilan o'zimiz konsalting sentr ochamiz. Xudo xolasa talpani olmagan holatda tanlab Amerikaga qonuniy jo'natishni yo'lga qo'yamiz. Va boshqa mamlakatlarga ham kutinglar.